Assalomu alaykum. Yengil ozmoqchi bo'lgan insonlar uchun yoki detoks xohlayapsizmi? Tozalanmoqchimisiz? Marhamat, sizga yarim fermentlangan ulug' choyi, lotos gullari hamda mana qishki qovun deb gapiriladi. Aslida bu qovun emas, lekin mana zimniy dynya bu Xitoyda xuddi bizim mana bu oshqovoqga o'xshab ketadigan maxsus shunaqangi narsasi bor. Uni bir yillab saqlanishi mumkin. Hamda xrizantema aralashtirilgan ajoyib choylarimizdan va kassiya urug'lari bor. Nimasi bilan yaxshi deydigan bo'lsangiz, bular juda ham yaxshi antioksidant, modda almashuvini tiklaydi, badandagi ortiqcha suvni haydash xususiyatiga ega. Demakki, bu sizni yengil detoks tozalash bilan birgalikda asab tizmingizni yaxshilaydi, stresslarni yo'qotib berish xususiyatiga ega. Har xil badandagi ortiqcha suyuqliklarni chiqarish xususiyatiga ega. Yengil siydik yo'llaringizni tozalaydi hamda nima deydi, bu peshob haydash xususiyatiga ham ega. Qon bosimingizni unaqa tushirib yubormaydi va ko'p ham bezovta bo'lavermaysiz. Agarda sizda mana ertalab turganda badanda qanaqadir shishlar bo'ladigan bo'lsa, kunning ikkinchi yarmiga borganda oyoqlaringizda shishgan holatlarni sezadigan bo'lsangiz, marhamat iste'mol qilishingiz mumkin. Ozish bilan birgalikda kortizol miqdorini ham pasaytiradi. Qon bosimingizni ham me'yorda ushlab turadi. Iching va sog'lom bo'ling.